Erimning vafotidan keyin 2 yil og'zimni kamib yashadim. Tanam muzlagandi. Lekin bir kuni u mendan ancha yosh student yigit pichirladi. Madina, men sizni faqat uyga olib borib qo'yishni istamayman. O'sha tun men gunohga yo'l ochdim. Mi name Ismadina. Yoshim 29da. 2 yil avval hayotimning quyoshi so'ndi. Erim avtohalokatda vafot etdi. U bilan 5 yil yashab, farzand ko'rmagan edik, lekin baxtli edik. Uning o'limidan so'ng qaynonam uy-joyni sotib, qarzlarimizni yopdi. Men esa 60imdan qochib, Peterning sovuq quchogiga keldim. Qishlog'imizdagi har bir ko'cha, har bir odam menga uni eslatardi. Bechora beva, eri oldi-yu, hali yosh, degan pichirlashlardan charchadim. Bu yerda bir omborda qadoqlovchi bo'lib ishlayman. Ishim sovuq, og'ir, hayotim esa bosh. Ishdan uyga, uydan ishga, kichkina kommunalkadagi xonam qabrimga aylangandi. Men ayol ekanligimni unutgandim. Faqat 60 bilan nafas olayotgan bir soya edim. Bir kuni ishdan so'ng yomg'ir ostida qolib ketdim. Taksi to'xtatdim. Mashina ichi issiq, yoqimli musiqa. Rulda o'zbek yigit o'tirardi. Assalomu alaykum, opajon. Qayerga? Uning ovozi shunday yoqimli, hayotga to'la ediki. Uning ismi Aziz ekan. 24 yoshda, arxitektura fakultetida o'qir, kechalari esa taksi qilib pul topar ekan. O'sha kuni u mendan telefon raqamimni oldi. Ishingiz og'ir, opa. Xohlasangiz, har kuni o'zim olib ketaman, arzonroq qilib, dedi. Shu tariqa bizning tasodifiy uchrashuvlarimiz boshlandi. Har oqshom u meni ishdan olardi. Biz yo'l bo'yi suhbatlashardik. U o'zining orzulari, Peterning go'zalligi haqida gapirardi. Men esa yillar davomida birinchi marta kim bilandir o'zimning dardimdan boshqa narsa haqida gaplashardim. Uning yoshligi, uning kuchi menga yuqa boshlagandek edi. Uning nigohlarida men endi opa emas, ayol edim. Bir kuni u mashinani uyim oldida to'xtatdi, lekin men tushmadim. Peterning oq tunlari boshlangandi. Soat kechki 11 edi, lekin hamma yoq yorug'. Aziz, dedim pichirlab, men sizni endi shunchaki uyga olib borib qo'yishni istamayman. Yuragim gupillab ketdi. Men nima bo'lishini sezib turardim va bundan qo'rqardim. Aziz, men sizdan kattaman, men bevaman. U barmog'ini labimga bosdi. Jim, siz ayolsiz. Dunyodagi eng go'zal, ammo eng yolg'iz ayolsiz. Va men sizni xohlayman. U egilib lablarimdan o'pdi. Bu o'pich mening 2 yillik muzlagan tanamni eritib yuborgan olov edi. O'sha tun meni kommunalkaga emas, uning kichkina ijaradagi kvartirasiga olib bordi. Kichkina, ammo shinam. Men titrardim, ham qo'rquvdan, ham istakdan. Qo'rqmang, dedi u yechintira boshlarkan. Men sizga ozor bermayman. Uning qo'llari yosh, kuchli, ammo shunchalik mayin ediki, u tanamning har bir nuqtasini avaylab opardi. Bo'ynimni, yelkalarimni. Uning lablari kakraklarimga yetib kelganida, men oh tortib yubordim. Bu lazzat, bu unutilgan his edi. U meni ko'tarib, divanga yotqizdi. Uning nigohi tanamni o'rganar ekan. Men uyatdan emas, hayajondan qizardim. Uning qattiq turgan vujudi oyoqlarim orasiga yaqinlashdi. Uning kattaligini his qilib bir zum qo'rqdim. Erim boshqacha edi. U meni sezdi. "Boshashing, jonim", dedi va sekin ichimga kirdi. Men yengil chinqirib yubordim. Bu og'riq emas edi. Bu qayta tirilish edi. Ichim to'ldi, yillar davomida bombosh bo'lgan vujudim. U sekin ammo chuqur harakatlarni boshladi. Men uning har bir harakatini his qilardim. Bu shunchalik kuchli ediki, men uzoqqa bormadim. 2 yillik sog'inch, 2 yillik yolg'izlik bir necha daqiqada portladi. Men qattiq qaltirab, uning yelkasini tirnab boshandim. U to'xtamadi. U jilmaydi. Bu faqat boshlanishi, Madina. Endi u tezlashdi. Divan chirqillashi va bizning tez-tez olingan nafasimiz oq tun sokinligini buzardi. Uning kuchi, uning yoshlik ehtirosi meni aqldan ozdirardi. Men bu lazzatga chiday olmayotgandek edim. Uning har bir zarbasi meni jannatga olib chiqayotgandek edi. Men yana va yana boshandim, lekin u hali ham to'xtamasdi. Nihoyat men o'zimni yo'qotib qo'yganimda u og'zimni topdi. "Endi menikisiz", dedi va chuqur ingrab ichimga tashladi. Ichimdagi issiq suyuqlik meni battar qozgatdi. "Yana", dedim pichirlab, o'zim ham nima deyotganimni bilmay. U kuldi. Biz bir oz dam oldik. Keyin u meni tizalatib, orqamdan yaqinlashdi. Bu safar og'riq. Bu safar u meni ikkiga bo'layotgandek edi. Uning har bir zarbasi butun vujudimni titratardi. U sochlarimdan ushlab, og'ziga tortardi. Men faqat ingrashga qodir edim.
Keyin meni agdarib, oyoqlarimni yelkalariga tashlab oldi. Bu chuqurlik. Men bunday lazzat borligini ham bilmasdim. Erim bilan hech qachon bunday bo'lmagandi. Bu yovvoyi, hayvoniy ehtiros edi. Nihoyat u meni ustiga chiqardi. Endi sen boshqar, dedi. Men uning ustida harakatlanar ekanman. O'zimni dunyoning malikasidek his qilardim. Uning vujudi oxirigacha kirib chiqardi. Bu safar biz birga portladik. Men uning ustiga yiqildim. U esa ichimdan chiqarmasdan, meni mahkam quchoqlab uxlab qoldi. Ertalab uyg'onganimda tanam og'riqdan zirqirardi. Oyoqlarim, belim zorga yurar edi. Lekin men baxtli edim. Men tiret edim. Ishga borolmadim. Kasalman, deb telefon qildim. Biz 3 oy birga bo'ldik. Peterning o'sha oq tunlari, o'sha yoz, hayotimdagi eng baxtli, eng gunohkor damlar bo'ldi. U meni sevdi, erkaladi. Ayolligimni qaytarib berdi. Ammo yoz tugadi. Uning o'qishi bitdi. U uyga, O'zbekistonga ketadigan bo'ldi. Aeroportda u meni quchoqlab va'da berdi. Madina, men uyga borib hammasini hal qilaman. Men qaytib kelaman va seni olib ketaman. Menga ishoning. U ketdi. Oradan 6 oy o'tdi. U endi qo'ng'iroq qilmaydi. Telegramdagi xabarlarimga javob bermaydi. Men hali ham o'sha omborda ishlayman. Hali ham o'sha kommunalkada yashayman. Lekin men endi avvalgi Madina emasman. Men endi soya emasman. Men uni kutyapman. U qaytadimi? Bilmayman. Balki u meni shunchaki ishlatib, aldab ketgandir. Lekin o'sha 3 oylik baxt, o'sha ehtirosli tunlar, shuning o'zi uchun ham men undan minnatdorman. Men hali ham uni kutyapman.